Yo Alloh, tuproq ostida yolg'iz yotganimizda bizlarga rahim qil. Dahshatidan go'dakni sochlari oqarib ketadigan qiyomat kuni bizlarga xotirjamlik ato qil. Arshni soyasidan boshqa soya bo'lmagan kunda bizlarga soyangdan joy ber. Mehribon Robbimiz, bizlarni bu dunyodagi mushfiq yo'lboshchimiz Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning shafoatlariga noil ayla. Biz gunohga botgan ummatmiz. Bizlarni o'z zotning shafoatlariga yetkaz. Havzi kavsarlaridan ichishni nasib et. Gunohlarimizni oshkor qilib bizlarni o'z zotning oldilarida hijolatga qo'yma. Allohim, sendan dinda, dunyo va oxiratda afv va ofiyat so'raymiz. Allohim, barcha ishlarda oqibatimizni go'zal qil. Bizlarni dunyo xorligi va oxirat azobidan asra.